Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y va chorva ishqibozlari, naslli zotdor qo'y ishqibozlari, bo'g'oz qo'y ishqibozlari kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, bugun xudo xolasa qo'ylarni akalar ana shunaqa tozalardan, tikadumba mana bo'g'ozlardan xudo xolasa akalar video qilib syomka qilib chiqarib beramiz. Videomizni boshidan bittadan like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bugun akalar Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchi O'qtimishlar qishlog'ida har doimgidek o'zimizni xonadonimizda xudo xolasa o'zimizni ko'ramiz akalar. Syomkalarimizni boshlaganmiz. Videoni boshlatganda bittadan like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Akalar, birinchi partiyamizga 5 dona qo'ylarni haqiqiy tozalari, go'zallar, eng muhimi mana shunaqa bo'g'ozlardan akalar mana. Mana shu akalar to'rrovini mana shu ikkita gashta bilan o'sha chekkada ikkita sarilarimizni akalar bo'g'ozga beramiz. Mana bitta o'rtagimizda akalar gumonga beramiz. Chunki bu qo'y ikkitish hali bir yelin solib bildirgani yo'q. Lekin bu ham akalar Qo'chqorda yurgan, xudo xolasa buni ham endi bo'g'oz bo'lish ehtimoli katta. Qo'chqorlarga musu qo'shib qo'yarasizlar, xudo xolasa. Qo'ylarimiz akalar bo'ylari 80 plusga olaverasizlar, quyruq suyug'ini 85 lari ham, makashlarimiz 85 ham cho'radi xotirjam. 80 plusga quyruq suyug'ini olaverasizlar. Yedi ishlari, sog'liklaridan umuman bir muammolari yo'q akalar. Yo'qlar haqali boshqa nimalari yo'q, xudo xolasa. Bemalol shu bir hafta garantiyasini beramiz, sinab olaverasizlar bu narsalar. Mana uzunliklari ham, oyoq kasaklari, oyoq quyruqlari hamma yo'g'i akalar joyida, chiroyli, sifatli qo'ylarimiz. Xudo xolasa tavsiya qilib qolamiz. Olgan odam maza qilib baqiradigan. Tug'ib yo'sa akalar, qo'ylarning narxi ancha qimmatga o'zlangan bilasizlar. Inshaalloh. Narxlarni men yig'ib beraman. Oyoqlari ko'rib turibsizlar akalar, mana bellari hamma yo'g'i zo'r akalar. Bu qurib, ozib ketgan qo'ylar emas bu narsa. Yemda yeb turgan. Badallar semiz, bolani ham xudo xolasa yaxshi baqadigan qo'ylarimiz obunachilar mana. Qushlariga, bir stoykalariga, yuzlariga hamma yo'g'iga ahamiyat berasizlar. Yoshlarni akalar aksariyat 4 tonga beramiz, 5 dona. Eng muhimi narxi arzon, qulay variantlar obunachilar. Mana arqa dumbalar, o'zi akalar yedishlari isboti bilan o'zi video davomida ham ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Narxlarga keladigan bo'lsa obunachilar, qo'ylarimizning narxini bir joyga o'z 5 tasini o'zim olaman degan akalarimizga 7 million 600 ming so'mdan telefon qilishsa ozgina xayr sunnati qilib beramiz, xudo xolasa. Tanlab olishga bo'lsa holatga qarab plyus-minuslarni qilib beramiz akalar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bu endi bizning birinchi partiyamiz. Hali partiyalarimiz oldinda hamma qo'ylarni xudo xolasa hamma turidan chiqarib berishga harakat qilamiz. Ammo akalar biz keyingi partiyamizga o'tamiz, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga to'qli qo'y so'ragan akalarimiz uchun xudo xolasa mana 5 dona to'qlini udorlaridan yetib keldi. Narxi ham xudo xolasa o'ta ham arzonlardan, suyaklari baland, oyoq kiyimlari mana quyruqlari ham zo'r akalar, xudo xolasa. Qo'zilarda zo'rini olaman degan akalarimizga bir dona ham akalar ichga chiqqani bor. Mana shu yelin so'gan qo'y ikki tish qolganlari xudo xolasa endi qo'zi bo'lish kerak. Sifatga alohida bir ahamiyat berasizlar. Sog'liklari o'ta ham dahshat akalar, xudo xolasa. Kallalari, yuzlari mana qaranglar, jami garbanosini. Mana akalar haqiqiy 40 kallasini olaman degan akalarimizga mana shu qo'yimizni ham tavsiya qilamiz. Arqa dumbalari kelishgan. Mana shu qo'yimiz akalar ikki tish. Bu bitta tuqqan akalar. Suyaklari zo'r, xudo xolasa. Bo'ylari ham o'ta ham dahshat, inshaalloh akalar. Ko'rgan odam qo'yni haqiqiy yoqtiradi mana. Bog' joylashuvlari, kalla garbanoslari, arqa dumbalari hamma yo'g'i obunachilar o'ta ham kelishgan, sog'liklari, yeb-ishlardan umuman bir muammolari yo'q, xudo xolasa mana. Ayoqlarining kiyimlariga ham ahamiyat berasizlar akalar. Xishim emas. Hamma yo'g'i akalar sog'liklari zo'r inshaalloh. Oyoqdan xudo xolasa baraka topadigan qo'ylar obunachilar. Yoshlari akalar shu bitta ikki qolganlari bir 7 oylik 8 oylik atrofida qo'zlar. Bo'ylari akalar 75 plusga olaverasizlar, quyruq suyug'ini mo'llarga 80 ga yaqin bo'lib turibdi akalar. Mana shu 80 ga yaqin bo'lib turibdi, xudo xolasa. Mana shu akalar o'rtadagini, mana shu qo'yimiz akalar bizga qochganga bo'g'ozga berishgan akalar. Shu narsalarni xudo xolasa endi bo'g'oz bo'lib qolsa vaqtlari inshaalloh. Narxlari eng muhimi juda ham arzon, qulay bu narsa. Sensasiya narxlarda. 6,5 million, 6 million ham yo'q bu narsalar. 6,5 dan chiqarishyapti, lekin bizda arzon 5 million 600 ming so'mdan bu narsalar haqiqiy rasprodaja narxi ketdi inshaalloh. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tanlab olish endi
plus minuslari bor. O'ta baquvvat mana. Obunachilar mana. Kalla garbonos nima deyapti mana? Qo'shqorda ham yo'q bu garbonos. Oyoqlari o'ta baquvvat, badanlari ham o'ta ham bo'lakcha narsa. Chiqani, machostili elasmi? Mana akalar, qo'zichoq. 5 million 600 dan akalar ketaveradi mana. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa so'nggi partiyamizga ham yetib keldik. 2 dona obunachilar qo'ylar haqiqiy durlaridan, gullardan so'ragan akalarimizga mana o'ta ham oyoqlarga ahamiyat beramiz akalar. Tekisligi, tikkaligi mana, bellarini tekisligi akalar, dumbalarini tikkaligi mana. Oyoq kasaklarining uzunligi mana, bellari tekisligiga, quloqlari, yuzlariga ham bir ahamiyat berib qo'yarasizlar obunachilar. Haqiqiy zotga o'zim qo'y qilaman, Abbosxon zo'rlardan chiqaring degan akalarimizga maxsus. Obunachilar, qo'yimizni ma'lumotini beradigan bo'lsak, bo'yini akalar 90 atrofiga olaverasizlar akalar. 90 ham xotirjam xudo xohlasa uraveradi. Yoshlari akalar 2 tishda. Mana akalar, inshaalloh mana. Endi 1 metr bo'lmasa ham 95 ga yaqinlashadi xudo xohlasa akalar bo'yi. Mana 2 tishda bo'ldi. Kalla garbonos, quloqlari ham akalar o'ta o'zi 18 plus quloqlari ham. Arqa dumba razveslar dakansa, oyog'i mana quyruqlari ochiqligi ham ahamiyatli berasizlar obunachilar. Bunimiz akalar mana quloqlari 20 ga xudo xohlasa xotirjam chiqaveradi. Kalla yuzlariga ahamiyat berasizlar akalar. Cho'ziq kallari katta mana. Buni akalar junini olish shart emas mana. O'zini o'zi tulab tushib ketadi mana. O'zini junini yangilashni boshlagan obunachilar xudo xohlasa. Arqa dumba, quyruqlari, eng muhim akalar bu Qo'chqorda yurgan, buni bo'g'ozda olganmi obunachilar xudo xohlasa. Endi qo'shqorlarimiz qo'shqaverasizlar, lekin bo'g'ozda berishgan. Buni shuna akalar 50 keldik. Bunga qo'shqorlar kerak xudo xohlasa. Kallalari akalar oldi tushlariga ham bittadan ahamiyatli berasizlar degan umidamiz xudo xohlasa. Narxlari o'ta ham qulay mana. Kallalarni qaranglar, quloqlarining uzunligini qo'yamiz akalar, o'ta ham nima deydi, jiddiy narsalar inshaalloh olgan odamni ko'rasizlar. Haqiqiy barakani beradigan, kelasi ham yosh, eng muhimi narxlari o'ta ham qulay akalar. Qo'ydi qarang kattaligini. Haqiqatan ukamimiz yelkasiga kelyapti akalar sharkama. Inshaalloh akalar bu hali yana o'sadi, chunki bu hali tug'magan. Eng muhimi ikkita ingi chiqdi ana. Oyoqlarini qarang, uzunligini mana, qalligini qarang oyog'ini, ingicha oyoqdan emas, qalin oyoqdan. Xudo xohlasa, narxlari obunachilar o'ta ham arzon qulay bo'lib ketdi. Jupini olaman degan obunachilarimizga akalar 10 milliondan qo'ymaymiz, 9 milliondan qo'ymaymiz akalar. 8 million 250 mingdan, ya'ni da 16 million 500 ming so'mga obunachilar jupini olgan ketaveradi, xudo xohlasa. Lekin bunaqasi akalar, lekin nima deydi? Internetda albatta chiqolmaydi. Lekin shoshilib qoldi degan narsa. Akalar jup olganga deyilyapti. Agar optimal yakkalabga, masalan, bu katta o'zi olaman desang, unga to'g'ri kelmaydi. Bunga endi ozgina minus beramiz, xudo xohlasa. Telefon qilib akalar aloqaga chiqaverasiz. Lekin bunaqalari mana shunaqa gigantlari akalar har doim bizning kanalimizda zo'rlardan chiqarishda davom etamiz. Obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz akalar. Bu so'nggi partiyamiz edi. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' va salomat bo'lasizlar obunachilar. Like va qo'yish esdan chiqmasin akalar.